Indamaslar olami, sukunat. Atrof jimjit. G'ira-shira mayin shabodani ovozidan boshqa hech qanaqa sas yo'q. Ahyon qushlar ovozi. Assalomu alaykum, padari buzrukvorim, otam. Mardona bo'ling. Mardona bo'ling. Qiyomat yaqin. Assalomu alaykum, ahli qabriston. Mardona bo'ling, qiyomat yaqin. Assalomu alaykum, volidai muhtaramam, onajonim. Mardona bo'ling. Mardona bo'ling, mardona bo'ling. Qiyomat yaqin. Sizlar bu yerlarga bizlardan oldinroq kelgansizlar. Xudo xohlasa, albatta bizlar ham shu yerlarga kelguvchilardanmiz. Ko'plar menga qo'ydilar tuzoq. Hatto o'limimni ham kutdilar uzoq. Somonxonagacha yugurar buzoq. Allohim shu gunani so'rayman sendan. O'zingni begona qilmagin mendan. Biz kelib ketguvchi to'garak jahon. Na boshim ma'lumu, na so'ngi ayon. Hech kimsa rostini aytib berolmas. Biz qaydan keldik-u, keturmiz qayon. Qabrim ostonasida turarman titrab. Qabrim ostonasida turarman titrab. Savol javoblardan tilginam mulzam. Yuragim dod solar, qalbimda qo'rquv. O'zing rahm aylagin, ey qodir egam. G'azabingdan rahming ustundir egam. Biz hamon beparvo, biz o'sha. Biz hamon g'aflatda, biz o'sha. Bu dunyo uyqudir. O'lim bilan uyg'onar inson. Sen esa shoshil ey odam zot, o'lmasdan turun uyg'on. Assalomu alaykum hurmatli aziz aka-uka, opa-singil, yori birodarlar, jigarlar, vatandoshlar, zamondoshlar hamda o'sha aziz inson nomiga loyiq bo'lgan aziz insonlar hamda vatanimiz, qonunimiz fidoilari. Mana bugun 9-may xotira va qadrlash kuni hamda o'sha qo'shaloq bayramlardan biri vatanimiz ozodligi yo'lida jon fido qilgan ota-bobolarimiz sharofati bilan mana shu kunlarga yetib kelganmiz. Ya'niki o'sha g'alaba bayramlari ham barchangizga muborak bo'lsin. Barchangizga, oilangizga, tijoratlaringizga, hayot yo'llaringizga kamolot, baxt va farovonlik tilayman. Endi shu asnoda biz ham safar yuzasidan mana shu o'zimiz tug'ilib o'sgan aziz yurtimiz uzoq o'sha Qashqadaryo viloyatiga o'sha odatdagidek mana ota-onalarimizni ziyorat qilib, mana shu xotira va qadrlash kunida o'tgan zamondoshlarimizni, vatandoshlarimizni, qavmi qarindoshlarimizni ziyorat qilish maqsadida o'sha Qashqadaryo viloyatiga o'sha jigar go'shalarimiz, farzandlarimiz bilan yana tashrif buyurdik. Mana bular o'g'limiz Ahmad Alijon, qizimiz ana Oyshaxonlar. Bular ham mana gul ko'tarib kelishgan. Bu gullarni kimga bermoqchisizlar, bolalarim? Bujonga beraman. Bujonga qo'yasizmi? Bo'rivoy, siz ham bujonga qo'yasizmi, bobojongami? Kimga qo'yasiz? Menga qo'yaman. Malades. O'lay o'zimni shu bolalarimga. Hozir dam olib turinglar, ketamiz. Endi hurmatli vatandoshlar, hali bir gap bor. Qorning to'q bo'lsa, mozorga bor. Qorning och bo'lsa, bozorga bor degan bir naql bor xalqimizda. Endi nima deyman? Mana bir haligi nasihat qilmayman sizlarga-yu, shunchaki bir
bir insoniylik yuzasidan bir o'zimni fikrimni aytaman. Ko'proq mana shu qabristonlarga tashrif buyurib turinglar. Bir-birimizga ozor berishlikdan, bir-birimizda qalbimizni og'ritishlikdan, bir-birimizga tirik bo'la turib choh kavlashdan, bir-birimizda o'sha hibsxonayu turmalarga tiqib, o'sha bola chaqalarimizni qaqshatib, ularni ochnahor qolishiga sababchi bo'lishlikdan, ularni hayotda qiynalishligidan, o'sha oxirat nomai amolimizga o'zimizni o'sha farishtalarimiz tomonidan yomon og'ir gunohlar yozib qo'yilishligidan tiylaylik. Hammamizni Alloh taolo qalbimizga, yuragimizga, insoniyligimizga, iymonimizga o'zi xayr baraka bersin. Barchamizni ikki dunyoda yuzimizni yorug', martabamizni Alloh o'zi ulug' qilsin. Mana shu o'tganlarni ham oxiratlari obod bo'lsin. Hayotlik davrlarida bandachilik bilan, tirikchilik bilan bilib bilmasdan qilgan gunohi kabira, gunohi sag'iralarini yaratgan egam o'zlari kechirsin. Oxiratlari obod bo'lib, qabrlari nurlarga to'lsin. Endi shu asnoda bir ijtimoiy tarmoqlardan bir dilni xira qiluvchi bir xabar eshitib qoldim. Ya'niki o'sha vatanimiz, qonunimiz fidoilaridan biri bo'lmish Jahongir To'laganov tomonlaridan yana ancha achinib gapirdilar. Bu so'zlariga, fikrlariga men qo'shilaman. Ya'niki o'sha zamondoshimiz, o'sha qonunimiz posbonlaridan, fidoi jonkuyarlardan biri mana Otabek akamiz ayrim sabablarga ko'ra qamalib qoptilar. Otabek akaga, Sirojiddin akaga, o'sha mazlum bo'lib, o'sha hibsxonalarga saqlanayotgan, o'sha qamoqxonadagilarga ham barchalariga omad tilayman. Nima deyman? Barchamizni shu iymoni, insofimizni bersin. O'sha oxirat borligini orqamizdan o'sha ayrim g'iybat qiladiganlar, o'sha oxiratni o'ylamasdan, qo'rqmasdan tuhmat qiladiganlar, o'sha bizni har xil ig'voyi tuhmatlarga ayblaydiganlarga, ularga ham Allohdan iymoni, insof so'rayman. Barchamizni ikki dunyoda yuzimizni yorug', martabamizni Alloh o'zi ulug' qilsin. Jahongir aka, sizga ham duodamiz. Mana Xurshidboy, yana o'sha mana shu yurtimizni fidoilari, qonun posbonlari barchangizga Alloh taolo omad bersin, yuzingizni yorug' qilsin. Ikki dunyoda kam bo'lmang, ikki dunyoda bola chaqangizni huzurini ko'ring. Oxiratda baribir ham biz xohlaymizmi, yo'qmi, keladigan joyimiz mana shu 2 metr yer, nasib qilsa 15 metr, boringki 30 metr kafanlik bo'ladi. Biz boshqa hech narsani olib keta olmaymiz. Yana o'sha gapim, bir-birimizga choh qazib, bir-birimizga tuhmatlar qilib, ig'volar qilib, qarg'ish olishlikdan, o'sha bola chaqalarimizni xora xarob bo'lishligiga sababchi bo'lishligimizdan Allohning o'zi asrasin. Yana bir marotaba o'sha muborak g'alaba bayramlari barchangizga muborakbod bo'lsin. O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin. Qamoqxonalarga yotganlar, mazlumlar, mahkumlar o'zi ozodlikka chiqsin. G'alamuslarni, yomon niyatda yurganlarni Alloh qalbiga iymon, insof bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.